ekizak. Qani? Qara, bunga razizlarni qaranglar. Haqiqiy cho'tki ekan. Bo'ladigan narsalar buni qarang. Yuzlar qarang. Haqiqatan bir xil ekan buni qarang. Eni ham bir xil, tumorlari ham haqiqiy bir xil ekan. Ikkalasida ham tumor bor ekan-a? Kallalari ham eni ham. Yurish turishlarni bitta realni bo'lsin, endi to'g'ri masofadan uzoqdan turib olishadi-da mana yerdan. Mana bo'ldi. Qo'ying. Ashunga qo'ying. Chiqqaniga bir so'nish uradi mana. Yerdan tepaga mana. E'tibor bering mana, stekani qarang. Haqiqiy zo'ridan ekan, tozalaridan. Mana qarang, jonivorlar. Dumba razrizga e'tibor berasiz. Buni olib, hammaga assalomu alaykum, qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasiz. Qo'ydi, zo'rlardan olib ketdilar, rahmatli akam. Hormang rahmatli aka. Keling Muzaffar. Simsiz? Yaxshimisiz? Charchama, ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Xolosa qo'ylar yaxshi kelibdi aka. Zo'rlariga ham Muzaffar. Bugunga necha partiya chiqadi? Bugunga 5-4 partiya chiqadi. Oxirgi partiyalarga o'ta zo'rlarni chiqazamiz. Qanaqalar? Ekazakchilari bor. Ekazakchi ona bola ham bormi? Ona bolalar bor, ekazakchi bor, qo'chqar bor, zotqa. Narxi yengiroq berasizmi? Narxi o'ta qulay. Bu kanalda birinchi yangi chiqyapsiz-da. Ha, xudo xolasa Ramazon aksiyasi bo'ladi bugun Muzaffar. Haqiqiy mana zo'rlardan, tozalardan yetib ketdi obunachilar. Yaxshilab e'tibor bilan ko'raverasizlar. Qo'ylar xudo xolasa zo'r. Rahmatli aka, buni hammasini urg'och shekilliga? Ha, hammasi urg'och. Buyuk qo'chqar qo'shidan sezonga tayyor bo'ladigan variantida xudo xolasa. To'qli qo'zlar deyiladi buni. Xudo xolasa obunachilar yaxshilab ko'ringlar, mana dumba razrizlari ham cho'tki ekan, akinglari ham yaxshi, yuzlari ham chiroyli. Haqiqiy zot olib yursalang bo'lar degan narsalar ekan. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida. 2026-yil 2-mart. Mana haftani dushanba kuni. Haqiqiy chiroyli narsalar, mana yuzlari ham chiroyli. Buning ichida qo'chqor yurganmi, yurmaganmi rahmatli aka? Yo'q, qo'chqor yurmagan bizda. Qo'chqor yurmagan-a? Qo'chqor yurmagan. Haqiqiy tumonlar ham bor ekan. Buni hop yeydisizlar-chi? Yedisini 10 kun sinab olishoramiz, Muzaffar. Bir hafta 10 kun sinab olishoradi. Ha. Xohlasa hijolat qildirmaydi. Joniga garantiya yo'q. Joniga garantiya, yeb itishiga, sog'lig'iga garantiya. Yemasa, ichmasa bir hafta 10 kun mana sinab olar ekansizlar. Xudo xolasa qo'ylar yaxshi ekan. Mana o'zi o'ynab turibdi, o'zi ko'rganda bilinadi-yu. Dumbalar ham cho'tki ekan mana. O'zlari qaranglar. Hop, buni rahmatli aka bir joyga olishganga nech puldan qilib berasiz? Dangar qo'yim ko'p deyapsiz. Buni Muzaffar. Endi to'g'risi bizning kanalda bo'ladigan narx aytiladi-da. Ha, ko'ryapman. Bo'ladigan narx ayqilasiz. Yangi 5 tasini bir joyga olishsa, 5 tanasini bir joyga. Sabaqasi yo'q buni. 4,5 million so'mdan dastlabkasini qilib beramiz. 4,5 ming dastlabkasini qilib berasiz. Xayriyam bormi ozmas? Bizni bo'ynimizga. Telefon qilsin, ishni bitiramiz. Ish bitadimi telefon qilsa? Ish bitadi. Gap yo'q mana. Bitta olaman yo ikkita olaman pulga to'g'risi endi obunachilar bor, hammasi ham buni hammasini ololmaydiganlar ham bor, hammasini oladiganlar ham bor. Yo'qsa bitta olaman, ikkita olaman, yoqqanini olishi ham mumkin-da buni. Ha. Mana. Bemalol telefon qilishaveradi. Chap plyus minus bilan ishni bitiramiz. Ish bitadi, xudo xolasa. Kelaman desa, lakasi ham tashlab beraverasiz. Kelib tepasida tanlab olaman desa, bemalol kelishaveradi. Xudo xolasa qo'zlar zo'r ekan. Chiroyli mana, oltin millarda mana. Haqiqiy zo'r. Nasllar qilib zot olib yursalar ham bo'laveradigan narsalar. Hop, ikkinchi partiyani chiqingchi. Obunachilar mana haqiqiy zo'rlaridan, tozalaridan mana. Zoti shvozlariga ona bola deysizlarmi, qo'chqor deysizlarmi, qaysi bir yoqqan bo'lsa, o'shanga qarab kelishib olaverasizlar mana. Qo'ylarni qaranglar, bu bolalarini qarang. Haqiqiy chiroyli. Rahmatli aka, buni bolasi qaysiniki? O'zi buni ajratish shekilli mana. Ha, mana shu ikkalasi ona bola, bular. Masha. Bolasi qo'chqor buni ham. Bolasi qo'chqor. Yoshi nishonchi, yoshi qanaqa buni? Bitta ko'rsatib o'tding. Realli bo'lsin. Ana Muzaffar qo'zi. Guruch ekan, qo'zi ekan. Birinchi tug'ish ekan mana. Ha, birinchi tug'ishi. Mana. Haqiqiy zo'r ekan, chiroyli narsa. Qo'chqor bolasi. Bolasi qo'chqor. Bu ham 10 kunlik bo'lib qoldi, bolasi. 10 kunlik bo'lib qoldi. Hop, qo'chqorni o'shanchi, ona bola nishon, narigini yoshlik ko'rsating endi.
Narginiki nima sog'lommi buniki? Yo'q, uniki ham qo'chqor. Buniki ham qo'shqor. Ammo zo'r bergan ekan bolani qarang, chiroyli narsa ekan. Yoshini ko'rsatingchi buni. 4. Mana 4-siga o'tibdi. Haqiqiy zo'r ekan bu. Buni nima bu yoni Bu qozonga tegib o'tdi mana. qozonga tegib qorasa, yana bu. hali bo'lish. Noto'g'ri tushunishmasin buni. O'zi sariq qo'ygan qozonga tegib o'tdi. Toza qo'y bu. Qolsa yaxshi ekan. Qo'chqorni ham ushlang endi. Qo'chqorni qarang, u narsa. Haqiqiy zo'r ekan qo'chqor ham. Toza yuz. Mana Zoppa. buni qarang. Dumbar azir-azirni qaranglar. Olyaptir mana shu yerga e'tibor berasizlar-da mana. Haqiqiy zo'r ekan, chotki ekan. Chotkinglari ham zo'r. Mana kenglari mana, oldi tushlari ham haqiqiy zo'r ekan. Yuzini qarang. Chiroyli narsaligini mana. Karbonos. Bu tumonlari ham bor ekan buni. Ha, o'z tulashni boshladi mana. Ataga buni bo'yi necha? Metr bormi yo'qmi? Metrimiz bor edi. Metr deyapti. Metr dayapkingchi bitta o'lchab ko'raylik mana shuni. Metrimiz ham kel. Qo'yingchi metrda. Endi realni bo'lsang bo'lganda mana. Mana zoppa. Yerdan mana tepaga. Ha shu necha chiqsa o'shanga qarab pul so'rashaveradi rahmatli aka. Ha, chiqishiga so'rashaveradi. Haqiqiy bo'yi ham uzungina no'lchaniga qo'yib yuboringchi. Qo'ylaring bo'lsa, yana qo'shib qo'shalaring ham bo'laveradi. Agar ona bola qilib olaman desalar ham bo'laveradi mana shular bilan bizlar. Buni rahmatli aka endi buni to'g'risi Ramazonda hamma ham hali qiladi. Narxini bo'ladan qilib yengil-yengil ayting obunachilarga. Zotlar bo'ladi. Ona bolani bir joyga olishsa, Aha, ona bolani bir joyga olishsa 16,5 millionga dastavkasini qilib beramiz. bittasinimi? Ikkalasini ona Ha, bolani. bir jup ona bolani 16,5 millionga. 16,5 millionga dastavkasini qilib beramiz. Ha, 4 ta qo'y shunda 16,5 millionga aylanyapti. 4 ta qo'y bo'lyapti. Ikkita qo'chqor, ikkita sovliq boradi. Ha, katta qo'chqorichi? Qo'chqorni zoppa 9 millionga beramiz. 9 millionga. Ha. Xayri Realni- bormi axir? Realni qiziqadigan odam bo'lsa 9 millionga beramiz. Xayri bormi? Ozmas, xayrini ham qilib beramiz zoppa. Bo'ldi, gap yo'q. Obunachilar bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa mana narxlarni ko'ryapsizlar. Haqiqiy xudo xolasa yengil bo'lyapti. Olib, maza qilib boqinglar buni mana. Narxlari ham xudo xolasa qulay narxda bo'lyapti. Xo'p, bundan keyingisiga boray yana. Ha, yana 2 partiya qo'yimiz bor. Bo'ldi, shularni achchiqaylik. Bunachilar, bu qo'ylarni qaranglar. Buni stoykalari xudo xolasa baraka topasiz bu qo'ylardan. Demakki, sifati bor qo'y, bu yerda pul bo'ladi mana. Qo'yni qarang sifatini. Haqiqiy chiroyli narsalar ekan. Yuzlarini ham qarang. Haqiqiy bo'ladigan narsalar mana. Endi to'g'risi pul topib olish oson emas. O'shaning uchun e'tibor bilan ko'rib olasizlar. Mana. Qo'ylar xudo xolasa zo'r, suyagi ham katta bo'ladigan ekan. Rahmatli aka, bular bunisi 3 ezakka ham o'xshaydimi deyman? Yo'q, 3 ezak emas. Bu yerda 2 ezagi bor bizda. Ha, 2 ezak bor. Buni 3 tasi bir xil turganiga qaysi buni ajratingchi? Ko'raylikchi. Voy jonivor. Kelchiga ushlab turibsiz-a? To'pchilarga achma. Mana. Mana shu ikkita ko'raylik, mana shu shunda qo'yib yuboring, ana shu ikkalasini. Ana shuni ketdi. Haqiqiy chiroyli mana. Xo'p, rahmatli aka, bularni hammasi qo'z-a? Ha, hammasi qo'zi. Sog'liq. Sovliq qo'zlar hammasi. Qo'chqor qo'shilmagan. Yo'q. Qo'chqor ko'rmagan hali bular. Gap yo'q. Stoykalarni qaranglar qo'ylar. Rahmatli aka, bu oxirgi partiya endi. Ha, mana shu oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiyaga zo'rlanib qo'yilgan-sizda o'zi. Ha, obunachilarimiz ilmni bitiramiz zotda. Narxni ham bir yengilroq qilib berasiz endi bularda, rahmatli aka. Narxi o'ta yengil bo'ladi. Like-ni bosib tursa, xudo xolasa narxi o'ta qulay bo'ladi. Zotlar bularni o'zi oltidan tepada chiqazmoqchi edim. To'g'ri. Endi sizning kanalingizda bugun mehmonligim uchun Rahmatli aka, bu qo'ylarga sundiramiz. like bosib ham bo'lmaydigan bo'lib ketdi-yu. Obunachilar mana shularga bittadan like bosib, taslat qo'yasizlar endi. Xudo xolasa yaxshilar kelganda ulgurib qolasizlar, obuna bo'lib tursalaring. Mana shunaqa zo'rlardan sizlarga yana tavsiya qilamiz. Rahmatli aka, bular narxini to'g'risi yengilroq qilib berasizmi? Yengil bo'ladi narxi zotda. Necha puldan qilib berasiz buni? Bularni to'rttasini bir joyga olishsa 5 million 800 ming so'mdan dastavkasini qilib beraman. 5 million 800 mingdan. 800 mingdan. Agar mabodo ikkalasi o'zini olaman deysa, uni addin kelishamiz.
ekazak o'zini olaman desa kelishasizlar. Endi kelishamiz uni. Agar hozir hammasini bitta olsa 5 million 800 ming ketaveradi. 800 mingdan ketaveradi. Rahmatli aka bular bittadan bo'yni o'lchab qo'yaylik, o'lchamaymiz mashinalarni. Biz birinchi partiyani o'lchashimiz kerak. Liboy bittani shu metr qo'ying bo'ldi. Mana ekazakni bittasi degan. Metrni shunday qo'ygan metrimiz turibdi shunda. Net chiqsa o'shanga qarab uni sanaverasizlar mana. Xudo xolasa bularni yevchilar yaxshi, sinovdan o'tsa. Yevchilar sinovdan o'tgan. Behijolat olishaveradi. Hop, obunachilar mana shu oxirgi partiya ekan. Hop, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr. Sizni bizni xonadonda mana shu qo'ylar baqish xolasa nasib qilsin. 100 ta 200 ta bo'lib ketsin.